Assalomu alaykum usta aka. Alaykum assalom. Nima qilyapsizlar? Rakvina qilyapmiz. Bu oldingi qo'ygan istoriyalaringdagi postlaringdagi rakvinadan buni nima farqi bor? Santexniklar o'ylagan holda ishchalar qilib ketyapmiz. Eshikchalaringiz ochiladimi? Buni tortadigan ishtima joyi yo'q-ku. Ochiladi xudo xolisa. Bismillah. O, Ochamiz. yangilik bo'pti-da. Mana ishchamiz. Yopiladi hammi? O, o'zi tortib olar ekanda. Oxirigacha yopilmaydi, sababi chiqarib beradigan narsa asrab qoladimi? Yopiladimi keyin bu? Mana. Malades, zo'r-ku. Tujunasi bor-da. Buni demak, ichini nimada qo'ydilar buni ichini? Ichi nima o'zi bu? Profil ekanda. Profillar to'g'riganmiz baquvvat bo'lish uchun mana Bu profil bilan toshni nima ushlab turibdi bu? simimiz bor mana yerda. Simni svorka qilib olganmiz. Ichiga o'yib turib, kapalak qilib tiqib, chiqmaydigan qilib. Xudo xolasa. Bu rakvinaga nom beramizmi? Yo nomini kommentariyada yozib ketsin. Obunachilar yozib ketsinchi nima deb. Rakvinaga nom qo'yamiz-a, bito'rsini. Xudo xolasa.